Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Ustanat qurilish banki hamkorligida Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman Talyurg'un mahallasida 74-40 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qora sedadan ekilgan maydon hajmi 30 gektar. Bu chegara maydoni bu tarafi tolgacha, bu tarafi zabirgacha, bu tarafi qovun chegara maydonigacha, bu taraf mana yo'lgacha. Jami maydon 30 gektar. Bu yerda ekinlar zamonaviy usul bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin hosilga o'tirish holatda. Ekinlar yetishtirish 190 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 33 ta dehqon xo'jalikka 1 gektardan, har 1 gektar uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Kobber ishlab chiqarish kooperativi berkitilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har 1 gektar 2 tonna, jami 6 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirib boriladi.